Men ismim Abdullo, men O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasida strategik rejalashtirish masalalari bo'yicha rais o'rinbosari bo'lib ishlayman. Hayotimda orzu qilganman, qaniydi bir aytaylik robot bo'lsa-da, menga kitob o'qib bersa. Rahmatli adam diktofon olib berganlar, kassetli diktofon bo'lardi u paytda. Ya'ni raqamli diktofon emas edi. Biz ham ma'ruzalarni o'shanda yozardik. O'shanda ham domlalardan so'rardik. Uzr, ustoz, biz sizning ma'ruzangizni diktofonga yozsak maylimi? Kimdir mayli derdi, kimdir yo'q derdi. Men talabalarimga shuni gapirib beraman. Vaqtim bo'lmadi, o'qiy olmadim desa, men aytaman, "Hey, bolam, men bir paytda odamlarga varo berardim, notanish odamlarga. O'qib berdim. Senga nima yetmaydi?" Smartfon, iPhone shu vazifalarni bajaryapti. Ya'ni hozir bu ko'p davlatlarda reabilitatsion vositaga aylanyapti. Biza hanuzgacha nogironligi bor shaxslarga bir yordam kerak bo'lgan shaxs sifatida qaraymiz, xolos. Osh beramiz, boshqa qilamiz, lekin o'qitmaymiz, o'rgatmaymiz. Qanaqa baholagan bo'lardingiz bugun O'zbekistondagi inkluzivlik darajasini? Kim o'zini xalqini yaxshi ko'radi? Uni kamchiligini ko'ra olgan va tanqid qilgan odam o'zini xalqini yaxshi ko'radi.